Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilar, obunachilar. Avvalgi chiqargan videolarimizda stabilizatorlarni ishlash funksiyalarini, stabilizatorni necha voltda ishlashi, necha kilovatda ishlashi, hamma funksiyalarini, ma'lumotlarini tushuntirib berganimizda mijozlarimiz tomonidan ba'zi bir e'tirozli savollar kelyaptiki, nima? Stabilizatorni hammasini tushuntiribsiz, ma'lumotlarni beribsiz, kilovatlarni aytibsiz, laterli, relenli hamma ma'lumotlarni beribsiz, lekin nima uchun narxlarni aytmayapsiz degan e'tirozli savollar kelyapti. Shu savollarga birinchi navbatda stabilizatorni narxlarini aytib javob beramiz. Birinchi narxlarni aytib chiqamiz. Keyingi videolarimizda alohida ishlash funksiyasi, ishlash prinsiplari, farqlari hammasini alohida tushuntirib beraman. Hozir birinchi videomizda tushuntiriladigan narsalar narxlari bilan tanishtirib chiqamiz hammasini. 220 voltda ishlaydiganini birinchi videoda, 380 voltda ishlaydiganini keyingi videolarimizda tanishtirib boramiz. Birinchi o'rinda relenli stabilizatorlar bilan tanishtirib chiqaman. Mana bu 1 kilovatli stabilizator ishlash diapazonini 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushiradi, stabil brend bo'ladi. Narxi $30. Mana bu ikkinchi stabilizatorimiz 2 kilovatlik stabil brend bo'ladi, 2000 watt, 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushiradi, relenli. Buni narxi $40. Bu esa 3 kilovatli stabilizator bo'ladi, stabil brend, 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushiradi, relenli stabilizator. Buning narxi $69. Bu 5 kilovatli stabilizator bo'ladi, 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushiradi. Bypass rejimlari bor, avtomatlari bor, ventilyatorlari bor, hamma zashtalari bor. Buning narxi $85. Bu 10 kilovatli stabilizator, stabil brend bo'ladi, 10 kilovatlik, 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushiradi, relenli. Bypass avtomatlari bor, zadержка knopkalari bor, funksiya bu ham. Cooler sovutish uchun ventilyatorlari bor, alohida rezitkasi bor, ustanovka qilish uchun klimniklari bor, nastenni devorga ossa ham bo'ladi. Buning narxi $140. Bunisi esa 15 kilovatli stabilizator, stabil brend, 90 voltdan ko'tarib 280 voltdan tushiradi, relenli ishlash prinsipi, bypassning avtomatlari, zadержка knopka funksiyalari, cooler sovutish uchun bor, rezitkalari bor, klimnik tepadan ustanovka qilinadi. Devorga olsa ham bo'ladi bemalol, ustanovka universal. Buning narxi $167 chiqadi. Bu esa 20 kilovatli stabilizator bo'ladi, stabil brend, relenli, 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushirib beradi maksimalni, 20 kilovatlik. Bypass rejimlari bor, zadержкасы bor, ventilyator, cooler sovutish uchun bor, rezitkalari bor, ustanovka nastenni, napolni universal, devorga ham yerga ham ketaveradi. Buning narxi $225. 20 kilovat. Bunisi esa 20 kilovatli stabilizator, stabil brend, relenli bo'ladi, 45 voltdan ko'taradi. Eng minimalni 45 voltdan ko'taradi, maksimal 280 voltdan tushirib beradi. 20 kilovatli bypass rejimlari, barcha funksiyalari bor, ventilyatorlari ham bor. Buning narxi $240. Bunisi esa 30 kilovatli stabilizator bo'ladi, stabil brend, 30 kilovatlik, minimalni 90 voltdan ko'taradi, maksimal 280 voltdan tushiradi. Bypass rejimlari bor, zadержкасы bor, ventilyator sovutish sistemalari, zashtalari, hamma funksiyasi o'z ichida. Devorga olsa ham bo'ladi, yerga qo'ysa ham bo'ladi. Zavodskiy kranshtenlari bor. Bu stabilizatorimizning narxi 30 kilovatlik. Xo'p, $340. Bu stabilizatorimiz 30 kilovatlik, stabil brend, relenli ishlash prinsipi, 45 voltdan ko'taradi eng minimalni, 280 voltdan tushirib beradi maksimalni. Tokni ishlash diapazonini aytyapman. Minimalni 45 volt, maksimal 280 volt. 30 kilovatli stabilizator, narxi $350. Barcha funksiyasi o'z ichida. Zashtasi bor, bypass avtomati bor, ventilyatorlari bor, dvaynoy, termodatchiklari bor, hamma zashtasi bor. Yaxshi zo'r stabilizator. Yerga qo'yish uchun balonlari ham bor. Devorga osib ustanovka qilsa ham bo'ladi. Narxi $350. Endi stabil brenddagi stabilizatorlarni, laterli stabilizatorlarni narxlari bilan tanishtirib chiqamiz. Hozir relenli narxlari bilan tanishtirib chiqib bo'ldik. Endi laterliga, stabilni.
Bu 5 kilovatli stabilizator laterli bo'ladi. Stabil brend 80 voltdan ko'taradi, 250 voltdan tushiradi. Bypass, avtomat, ventilyator, zadержка barcha funksiyasi bor. Hattoki uстановка qilish shart emas. O'zini kabellari, o'zini rozetkalari bor. Bu stabilizatorimizning narxi $99. 5 kilovatli stabilizator 99. Bu stabilizatorimiz 7,5 kilovatli stabilizator bo'ladi, laterli bo'ladi. Laterli, atmotkasi misli. Barcha funksiyasi bor. Bypass, avtomat, zadержкасы, rozetkasi, ventilyator barcha funksiyasi bor. Bu 7,5 kilovatlik laterli stabilizatorimizning narxi $125. Bu stabilizatorimiz esa 10 kilovatlik stabilizator bo'ladi. Laterli bo'ladi, atmotkasi misli, 100% misli bo'ladi, laterli. Diapazoni 80 dan 250 voltgacha tokni ishlash diapazoni, barcha funksiyasi bor. Bypass, avtomat, zadержка, ventilyator, rozetka, uстановка qilish uchun kronshtayn, anker hamma komplekti bo'ladi. Laterli 10 kilovatli stabilizatorimizning narxi $160. Ko'rinadi. Bu stabilizatorimiz esa stabil brend 15 kilovatlik laterli bo'ladi bu ham. Barcha funksiyasi bor. Bypass, avtomat, zadержка, ventilyator, uстановка qilish uchun anker, kronshtayn hamma komplekti bor. Termodatchik zashtalari ham bor. 15 kilovatlik laterli stabilizator 80 voltdan ko'taradi. Buning narxi $207. 15 kilovatlik laterli stabilizator $207. Narximiz optim narx. Bu stabilizatorimiz 20 kilovatli stabilizator bo'ladi. Ishlash diapazoni 80 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushirib beradi. Laterli stabilizator bo'ladi. Atmotkasi 100% misli bo'ladi. 100% atmotka misli bo'ladi. Ikki tomoni sovutish uchun ventilyator, off sovutish uchun va alohida shotkalarni sovutish uchun oldiga, orqasiga ikkita ventilyator, jami 4 ta ventilyator sovutish sistemasi bor. Termodatchiki bor, zadержкасы bor, bypass avtomatlari bor, to'liq zashta bilan jihozlangan. Bu 20 kilovatli laterli stabilizatorimizning narxi $400. $400. Bu stabilizatorimiz esa 30 kilovatli stabilizator bo'ladi, stabil brend. 30 kilovatlik laterli stabilizator 80 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushiradi. Atmotkasi 100% misli bo'ladi, lateri. Mana ko'rganingizdek 100% misli bo'ladi. Ikki tomon sovutish uchun ventilyatori, alohida shotkalarni sovutish uchun ventilyatori, jami 4 ta ventilyator bilan jihozlangan. Bypass avtomatlari, termodatchiklari, zadержка knopkalari, barcha funksiyalar va zashtalar bilan jihozlangan. 30 kilovatli laterli stabilizatorimizning narxi $499. 80 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushiradi. Sifati zo'r, original mahsulot, garantiyasi 1 yil. Hozirgi kunda eng bozori chaqqon stabilizatorlarimizdan biri 20 kilovatli stabilizator, stabil brendda bo'ladi, laterli bo'ladi, 100 voltdan ko'taradi, 300 voltdan tushiradi. Buni eng zo'r variantlari shuki, diapazon juda katta. Ishlash funksiyasi ham zo'r va devorga osish funksiyasi ham bor. Devorga ossa ham bo'ladi, yerga qo'ysa ham bo'ladi. Buni hozirgi kunda elektromobil zaryadniklari uchun asosan foydalanilyapti, zo'r ishlayapti. Original mahsulot, garantiyasi 1 yil. Bu stabilizatorimizning narxi $355. Mana bu stabilizatorimiz esa 30 kilovatli stabilizator bo'ladi, laterli bo'ladi, atmotkasi misli. Diapazoni 30 kilovatli stabilizator diapazoni 100 voltdan ko'taradi, 315 voltdan tushirib beradi. Bemalol tushirib beradi. Buni ishlash, realni hayotda ishlatib tekshirish keyingi videoda ko'rsatamiz. Bu laterli 30 kilovatli stabilizator uстановкасы devorga ossa ham bo'ladi, yerga qo'ysa ham bo'ladi. Elektromobil zaryadnik uchun o'rnatsa bo'ladi, ofshi uy uchun o'rnatsa bo'ladi. Barcha texnikalarni bemalol ishlatib bera oladi. Bu stabilizatorimizning narxi $425.